Siz uxlayotganingizda ham miyangiz ishlashda davom etadi. U xotiralaringizni titkilaydi. Hissiyotlaringiz ustida qayta ishlaydi va siz uchun mutlaqo yangi dunyoni yaratadi. Aynan biz shuni tush deb ataymiz. Lekin savol boshqa. Nega miyamiz bunga muhtoj? Nega inson hayotining 1/3 qismi hushsiz holda o'tadi va nega ba'zan haqiqiy hayot bilan tushda chalkashtirib qo'yamiz? Va bilasizmi, hozir aynan biz shu mavzu haqida gaplashamiz. Miyaning biz uxlayotgan paytimizda qilayotgan ishlar haqida. Aslida uyqu shunchaki charchash emas. Kun davomida ishlashingiz natijasida hosil bo'lgan maxsus modda, ya'ni adenozin hisoblanadi. U qancha ko'p ko'paysa, miyangiz shuncha ko'p dam olish kerak degan signalni o'ziga o'zi beradi. Xuddi telefon batareyasi tugayotgan kabi. Lekin kech tushishi bilan umuman boshqa jarayon boshlanadi. Ya'ni miya melatonin ishlab chiqaradi. To'g'ri savol, melatonin nima? Bu organizmga endi uxlash vaqti degan signalni beradi. Ammo zamonaviy hayotda bu biroz boshqacha. Telefon. Albatta, bundan chiqayotgan nur miyangizni chalg'itadi. Aynan miyangiz bu nurni ko'rib, hali kechqurun bo'lmadi, hali uxlashga erta degan signalni o'ziga o'zi yuboradi. Natijada esa tanangiz charchagan bo'lsa ham uyqu kelmaydi. Shuning uchun ba'zan juda charchadim, lekin uxlay olmayapman deymiz. Aslida siz uyqu bilan emas, o'z miyangiz bilan kurashayotgan bo'lasiz. Tanangiz ichida yashirin biologik soat bor va u siz o'ylaganingizdan ham aniq ishlaydi. Tasavvur qilyapsizmi? Tong yorishishi bilan organizm uyg'onishni boshlaydi. Harorat ko'tariladi, gormonlar faollashadi. Miyada kun boshlandi deb hisoblanadi. Kech tushishi bilan esa hammasi sekinlashadi. Organizm uyquga tayyorlana boshlaydi. Bu jarayon sirkadian ritm deb hisoblanadi. Aynan bu jarayon eng qiziq jihati, u hammada bir xil emas. Mana bu grafik orqali ko'rishingiz mumkin. Masalan, yoshlar odatda kechroq uxlaydi. Shuning uchun o'smirlarni ertalab uyg'otish biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Bu dangasalik emas, bu biologiya hisoblanadi. Yosh ulg'aygani sari insonlar ertaroq uxlashga harakat qilishadi. Shuning uchun ko'pchilik katta yoshdagilar tongda juda erta turishadi. Erkaklar odatda ayollarga qaraganda kechroq uxlashadi. Lekin yosh ulg'aygani sari bu farq kamayib boradi. Demak, siz men tungi odamman desangiz, ehtimol bu xarakter emasdir. Bu biologiyadir. Ko'pchilik uyqu paytida miya o'chadi deb o'ylaydi. Aslida unday emas. Miya bu paytda juda ko'p ishlarni amalga oshiradi. Avval yengil uyqu. Bu paytda sizni uyg'otish oson. Keyin chuqur uyqu boshlanadi. Mana shu paytda organizm o'zini tiklay boshlaydi. Mushaklar dam oladi. Energiya yig'iladi, immunitet kuchayadi va eng asosiy sirli jihat hali oldinda. Bu REM uyqusi hisoblanadi. Tushlar qayerdan paydo bo'ladi? Aslida miyangiz uxlab qolmaydi. Ha, miyangiz hech qachon uxlab qolmaydi. U tun davomida ishlashda davom etadi. Kun davomida yig'ilgan xotiralar, qo'rquvlar, hissiyotlar hammasi bir-biriga aralashadi va miya ulardan hikoya yasaydi. Biz esa buni tush deb ko'ramiz. Shuning uchun tushlar ko'pincha g'alati bo'ladi. 1 soniya oldin maktabdasiz, keyin birdan boshqa shahardasiz yoki osmonda uchib yuribsiz yoki allaqachon ko'rmagan odamlaringizni ko'rasiz. Chunki tush paytida miya mantiq bilan emas, balki hissiyot bilan ishlaydi. Va eng qizig'i, miyangiz o'zi yaratgan narsaga o'zi ishonadi. Shuning uchun tush ichida hammasi sizga haqiqiydek tuyuladi. Olimlar tushlar bekorga emas deb hisoblashadi. Aynan uyqu paytida miya kerakli xotiralarni saqlab qoladi. Keraksizlarini asta-sekin o'chiradi. Xuddi kompyuter fayllarini tartiblagandek. Shuning uchun yaxshi uxlagan odam narsalarni yaxshiroq eslab qoladi. Imtihondan oldin uxlamaslik esa aksincha sizga zarar qiladi. Lekin bu hammasi emas. Tushlar hissiyotlarni ham qayta ishlaydi. Stress, qo'rquv, xavotir. Aynan bu uchalasi uchun ba'zan kechqurun yomon kayfiyatlar bilan uxlab, ertalab o'zingizni yengilroq his qilasiz. Go'yo miyangiz ichingizga bosimni kamaytirgandek. Va yana bir qiziq narsa, ba'zi rassomlar va ixtirochilar g'oyalarini tushida topishgan. Chunki tush paytida miya chegaralarsiz ishlaydi. Ba'zan eng noodatiy fikrlar aynan uyqu
ostida paydo bo'ladi. Endi esa sizlar bilan tushlarning ma'nolari haqida gaplashamiz. Bu yerda ko'pchilik tushlarni sirli signal deb o'ylaydi, lekin ilm-fan boshqacha fikrda. Tushlar ko'proq ichki hissiyotlarning aksidir. Masalan, qulash tushlari. Bu ko'pincha nazoratni yo'qotish hissi bilan bog'liq bo'ladi. Qochish esa stress bilan, uchish esa erkinlik hissi bilan. Agar bir xil tush qayta-qayta takrorlansa, ehtimol miyangiz sizga nimanidir aytishga urinayotgandir. Balki siz ichingizda qandaydir qo'rquvni yashirib yurgandirsiz yoki bosim ostidadirsiz. Demak, tushlar kelajak emas. Ular sizning ichki dunyoyingiz hisoblanadi. Sizga bir maslahatim, agarda tushingizda hojatxonani ko'rsangiz, undan aslo foydalana ko'rmang. Mavzuyimizning eng qiziq joylaridan biri parasomniya. Ba'zan esa uyqu paytida juda g'alati narsalar sodir bo'ladi. Kimdir uyqusida gapiradi, kimdir yuradi. Ba'zilar esa uyg'onmasdan ovqat ham tayyorlagan va ertalab hech narsani eslay olishmagan. Bu holat parasomniya deyiladi. Bu paytda miya uyqu bosqichlarini to'liq boshqara olmay qoladi. Natijada tana uyg'onadi, lekin ong hali uxlayotgan bo'ladi. Tasavvur qiling, siz tunda yurib chiqasiz, biror ish qilasiz, keyin yana uxlab qolasiz va ertalab buni bilmay uyg'onasiz. Videoga like bosishni unutmang va do'stlaringizga ham yuborib qo'ying. Ha, aytgancha, kechqurunlari tinch, osoyishta uxlamoqchi bo'lsangiz, albatta kivi yeb uxlashni unutmang.